Uçib ko'rdi, 3 kun men oldimga yurib keldi. Sen menga nima berding dedi. 18 yildan beri gapirayotgan narsamni berdim dedi. Ana shundan keyin detoksni boshladi. Nima qilay dedi, detoks boshlaymiz. Boshladik hozir tarbiyasi. Mana hozir ertaga 8 mayda hajga bora olmayapti. Ikkinchi hajga ketyapti, katta umrli hajga ketyapti. Xudoyda umraga borib keldi, er xotin ikkalasi, pochcham 18 yildan asmaydi. O'sha nima invalidlikka chiqib ketgan, ikkalasi teng ichishni boshladi. Teng bering dedim. Pochchamga bilaman. Bir hafta dozorlarni tashlab yubordi, garmonda yashadi. Soch to'kilib ketgandi. 20 kun soch chiqib ketdi. Mana yigitlar. Hamma uyda sochini ko'rishga boradi, o'zini ko'rishga bormaydi. Sensatsiya yo'q. Shuning uchun organizmda o'zgarishlar, qayta tiklashlar bo'ladi. Uni kallangizdan chiqarib tashlaylar. Mana ustozlar aytgandek, siz tavakkal qilib boshladingizmi, organizmga qo'yib beringlar, bechalar tozalansin, suv chiqsin, yayrab.